Assalomu alaykum barchalaringizga sog'lik salomatlik tilagan holda sizlar bilan mikrofon qarshisida Mr. Doni. Kecha Real Madrid muxlislarini tabriklayman, chunki men ham o'sha muxlislar orasidaman. Men ham Real Madrid jamoasining muxlisiman. Kecha Villarreal hamda Real Madrid o'rtasida o'yin bo'lib o'tdi. Buni ko'plar ko'rdi, realchilar обязательно ko'radi buni. Kecha 3-1 hisobida g'alaba qozonishdi. Bizning jamoamiz, biz muxlislik qilayotgan jamoamiz bizga yana bitta g'alabani taqdim etishdi. Undan oldinroq esa qo'shnimiz bo'lgan Qozog'iston Respublikasiga kelib, Qozog'iston Respublikasining futbol klubi, ya'ni Qayrat Almaty jamoasi bilan ham bahs olib bordi va yirik 0-5 hisobida g'alaba qozonishdi. Chunki mehmonda kelib o'ynashdi ular. To'g'ri, endi qo'shnilarimizga omad juda ham kulib boqdi, chunki Real Madridda jamoa bilan bahs olib borish har kimga ham nasib etavermaydi. Xudo xolasa biz ham niyat qilardik. O'zimizning klublarimiz bilan Bunyodkor yoki Paxtakor va shunga o'xshash jamoalar bilan kelib o'yin istajabmiz. Kechangi o'yindan men qoniqdim, chunki juda ham chiroyli o'yin bo'ldi. Realchilar barchamiz birgalikda podдержка qilamiz va yana yaqin aralarda Real Madrid bizga shunaqangi chiroyli bir o'yinni bizga taqdim etishadi. 26-oktyabr kuni ham dahshatli o'yin bo'ladi. Real Barsachilar kutib turibdi bu o'yinni. Real Madrid hamda Barselona o'rtasida El Clasico bo'lib o'tadi. Bunda ham men o'zimning jamoam Real Madridga omad tilab qolaman. Barchalaringizga sog'lik, salomatlik. Realni podдержка qilishda davom eting, chunki Galatasaray Barselonani 2-1 paka-pak qilib qo'ydi. Shuning uchun takshito do'stlar, Realga obuna bo'linglar. Realga Instagramim bor. Instagram bilasizlar, Real Madridning o'zini fan klubi, ya'ni futbol klubi bor. 170 milliondan ortiq obunachisi bor. O'sha jamoaga obuna bo'ling. Barsachilardan o'tinglar Realga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.